Assalomu alaykum. Men sizga o'zimni tanishtirsam. Meni ismim Muhammad Karim, familiyam Azizov. Hozirgi kunda 2 dona blogim bor. Bu yangi blogim, ya'ni YouTube sahifasida blog yuritmoqchiman. Odamlarga manfaat beradigan kontent qilmoqchiman. Birinchi blogim, ya'ni Aziz Muhammad Karim YouTube kanalimda oldinlari Vine'lar ishlagan bo'lsam, hozir o'zimning fikr, mulohazalarim, o'zimdan o'tayotgan ichimdagi qiynayotgan mavzular haqida kontent qilmoqdaman. Ikkinchi blogimga keladigan bo'lsak, narxnoma bu juda katta menga foyda olib keladigan blogim, ya'ni biznesim, ishimga bog'liqligi uchun buni orqasidan magazin, brendlarim, shunaqa narsalar qilmoqchiman. Bu sahifamni, ya'ni Aziz familiyamni olib, bosh harf ismimni qo'yib qilmoqchi edim. Barcha sahifalarda zaynitligi uchun o'rtadagi i'sini olib tashladim. Natijada Azizovmi, ya'ni Azizov Muhammad Karimdagi i yo'q. Shunaqa nick hosil bo'ldi. Bu sahifamda xudo xolasa 3 ta yo'nalishda video kontent qilmoqchiman. Birinchisi, televideniyada chiqaradigan axborotlarni, ya'ni ma'lumotlarni men qirqmasdan dangala, misol uchun jaydaricha qilib, dehqoncha qilib chiqarmoqchiman. Birinchi yo'nalishim odamlarning muammosi. Ikkinchi yo'nalishim bo'lsa, ovqat qilish, qanaqa ovqat yeyish kerak, sog'lom ovqatlanish, shunaqa ovqat bo'yicha chiqarmoqchiman. Uchinchi yo'nalishim esa, ya'ni jamiyatdagi muammolar. Ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, misol uchun axlat moshinalar ba'zi o'z ish vaqtini, faoliyatini o'z vaqtida bajarmayotganlarni kontent qilib chiqarmoqchiman. Uchinchi variantim ham odamlarda qiynayotgan muammolarni o'zlari bilan olib chiqmoqchiman. Izohlarda yozib yuboringlar, qanaqa mavzuda kontent qilsam odamlarga ko'proq yoqaman, manfaatim tegadi. Aytishingiz mumkin, aktivist, piyodachi, shunga o'xshagan kanallarda qisqacha lo'ndasi deyishingiz mumkin. Bu kanal hamma kanaldan dunyo qarash bo'yicha ham va fikrlash bo'yicha ham farq qiladigan kanal bo'ladi. Aytgancha, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan birgalikda rivojlanamiz. Ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar bilan Aziz Muhammad Karim bo'ldi. Sog' bo'lasizlar degan umiddaman. YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang.